Kecha bolalar sizlar bilan application letter o'tdik. Application letterni yaxshilab o'rganib olgan bo'lsalaring, sizlarga uyga vazifa bo'ladi. 3 ta shu ish o'rniga ariza to'ldirishingiz uchun 3 ta savol turini tashlayman. Uchalasini ham o'zingizga o'sha yozgan xatimga moslashtirib yozasiz. Mana birinchisini o'qiyapman. You are applying for the position of a manager at a hotel. Sen bitta hotelga manager ish o'rniga ariza yozyapsan. Write a letter to the hotel manager. Demak, hotel menejeriga xat yoz. In your letter xatingda explain why you are interested in the position. Shu ish o'rniga nima uchun qiziqayotganing haqida yoritib ber deb aytyapti. Describe your relevant experience and skills. O'zingga xos bo'lgan tajriba va mahoratlaringni tasvirlab ber. Mention your availability for an interview. Ya'ni intervyuga tayyorligingni va ko'rishga tayyor ekanligi haqida eslatib o't deb aytyapti. Demak, bu birinchisi bo'ladi. Hozir ikkinchisini ko'ramiz. Demak, buni qaraymiz. Mana ikkinchisi, you are applying for a babysitter position for a family. Sen deb aytyapti, bitta oilaga nyankalikka, enagalik ish o'rniga ariza yozyapsan. Write a letter to the parents. O'sha ota-onalariga xat yoz. In your letter xatingda explain why you are interested in babysitting for their family. Nima uchun sen mana shu babysittingga nima uchun qiziqyapsan, yoritib berishni deb aytyapti. Describe any relevant experience and qualification. Demak, tajriba va malakang haqida bironta mos keladigan anaqalarni yoritib ber, tasvirlab ber. State your availability and preferred working hours. Ya'ni sen ishlamoqchi bo'lgan, sen xohlaydigan vaqtlarni unga aytib o'tir. Mana shungacha bo'lsa yaxshi bo'lardi degan gaplarni aytib o'tgan deb aytyapti. Demak, mana shu yerda ozginagina o'zgartirish bo'ladi, chunki aytyapti preferred working hours. Ya'ni state your availability. Demak, har doim ishga tayyorman desangiz ham bo'ladi. Lekin har doim ishga tayyorman, har vaqt menga mos desangiz agar, mana preferred working hours bo'lmaydi, chunki siz xohlagan vaqt bo'lmaydi. Demak, siz har vaqtda to'g'ri kelaveradi menga desangiz, demak, bu yog'i to'g'ri kelmay qolishi. Shuning uchun qachon vaqting bor va senga qaysi payt ma'qul deganday o'sha o'zingizga mos keladigan vaqtlarni oxiriga qo'shib qo'yasiz. Bu ikkinchisi. Endi uchinchisini ko'ramiz. Demak, you are applying for a cleaning staff position at a private house. Ya'ni shaxsiy uyga demak, tozalovchi ishchi sifatida ariza berishing kerak. Write a letter to the homeowner. Uy egasiga xat yoz. In your letter xatingda explain why you are interested in this position. Shu positionga nima uchun interested qilayotganingni yoz. Describe your relevant experience and skills. Boya aytganimdek, malaka va mahorating haqida gapirib ber. Mention your availability and how often you can work. Tushunlaring bunisini ham. Demak, qachon vaqting bo'lishini va qancha tezlikda sen ishlay olishing haqida ham aytib o'tgan. Endi xohlasangiz har kun ishini pulini yaxshi to'lasangiz, xohlasangiz yoki o'zingizda vaqtingizni qo'yishingiz mumkin, o'sha yerda o'zgartirsangiz bo'ladi. Bir haftada 3 marta boraman, bir haftada 4 marta boraman degan vaqtlaringizni yozishingiz kerak. Demak, cleaning staffda sal uy tozaligini yaxshi qarayman degan so'zlar ham qo'shib o'tsangiz yaxshi bo'lgan bo'lardi. Mana shu kechagi yozgan application letterimizni ichiga tiqib yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin xatni boshlanishi bir xil bo'lishi kerak, bolalar, esingizdan chiqmasin. Demak, mana shu 3 tani o'zingiz uchun practice qilinglar. Practice qilib harakat qilib ko'ringlar, qani yoza olasizmi, yo'qmi?